Bu o'zlariga ma'lum, bizga qorong'u. Mana farzandlaringiz ham bugun sizning yo'lingizdan ketish istagini bildirsa, ularga qanday fikr bildirgan bo'lardingiz? Mana san'at yo'li baribir qiyinchiliklari bor, o'ziga yarasha qiyinchiliklari mavjud. Albatta. Shu farzandlarim ham o'zi qiziqadi san'atga. Hozirdan tayyorlab, shu o'zimizning Bulung'ur tumanida Xudo xolasa tayyorlab kelyapmiz. Musiqa maktablari. Kelajakda yana bir san'atga qiziqsa, bemalol yo'l beraman. Juda ham zo'r. Keling, sizdan jonli ijroda ustoz repertuarlardan yana bir taronani tinglasak. Mayli. Qanday taronani taqdim etasiz? Azizlarim degan. Juda ham zo'r marhamat. Yetti yot pul ko'zni g'amga botganimda, par to'shakmas tosh to'shakda yotganimda, yetti yot pul ko'zni g'amga botganimda, par to'shakmas tosh to'shakda yotganimda, bu hayotning azobini tortganimda, sizdan bo'lak kimim bor ey yaqinlarim, aka, uka, aziz opa, singillarim. Bu hayotning azobini tortganimda, sizdan bo'lak kimim bor ey yaqinlarim, aka, uka, aziz opa, singillarim. Jigar qadri jigaringni ezar ekan, uzoq ketsang birov umid uzar ekan, qadring uchun qadrdoning sezar ekan, sizdan bo'lak kimim bor ey yaqinlarim, aka, uka, aziz opa, singillarim. Qadring uchun qadrdoning sezar ekan, sizdan bo'lak kimim bor ey yaqinlarim, aka, uka, aziz opa, singillarim. O'kinchdan qalb sog'inchi yomon bo'lar ekan, tig' tegmasdan yuraging qon to'lar ekan, yaxshi kunda hamma yo'qlab kelar ekan, sizdan bo'lak kimim bor ey yaqinlarim, aka, uka, aziz opa, singillarim. Deydilarki azizlarim mehr ko'zda, dil intizor ekan har dam shirin so'zga, umr tilab qo'shiq aytdi umri sizga, sizdan bo'lak kimim bor ey yaqinlarim, aka, uka, aziz opa, singillarim.